kelib onamdan bir xabar olmaysa, onam seni sog'inib yig'lab o'tiribdilar menga. Shularga qotaman-da yomonam. To'g'ri ona. Onam yaxshilarmi? Ha, yaxshilar, seni shunday sog'inganlarmi? Hamma joy rasvo bo'lib ketgan. Onam sog'indilarmi, o'kir bo'ldimi? Tinchlikmi? Onam seni ham sog'indilarmi, opa? Men bo'lmasa changlatani ushla, oynalarni art. Uf, yana ushlandim-da. Ishonsani onam shunaqa sog'inganlar, kirmasang bo'lmaydi, kel. Endi boshqa mahallada o'tamiz shekilli, opa. Bu yoqqa ham shlagbaum qo'ysa bo'ladi. Onam sog'inganlar salam tez anaqa tozalalaring berdim. Bugun onam tug'ilgan kunlari, sen kelmasang kim bilan nishonlaymiz biza? Ekler amfora to'plami bormi? Ha, bor. Ekler onam tug'ilgan kunlariga zo'r sog'adi. Ana, faqat ishga emas, ziyofatga chaqirsangiz ham bo'lar ekan-ku. Kelinglar. Dasturxon bezatmadinglarmi hali? Shuni salla qilasanlar. O'zim qilishni bilsang, salla chaqirma qilayin. Vav, ukam ham oyimga eklerdan to'plam olib kelibdimi? Bizga ham olib kelsa zo'r bo'lardi. Ekler kraskalaridan tashqari eng zo'r amfiora to'plami ham bor. Ekler amfioradan penka, qo'l krem, yuz krem, oyoq krem, shampun, depilyator va skrab. Bularni hech qaysi oyimga kerak emas. Biz ham bir boplaylik. Aka stollarni bezatib qo'ydik. Lekin biz tug'ilgan kunga qola olmas ekanmiz. Meni uyda ishlarim ko'p ekan. Ketdik-a? Ketdik. Yes. Yedirdi-ku bularning. Eklerni olib ketyaptimi? Xavotir olmang. Men eklerni xaltasidan musor qopni almashtirib qo'ygan, musorda olib ketdi. Ya.